Nega menga bunday dil berding ekan? Har nega o'qinib fido bo'laymi? Shodligim jomini chertib turar g'am, to'kilib ado bo'laymi? Ko'ksimga urilar quturgan ummon, to'fondan ming bo'lak bo'lib sachrayman. Bevatan go'daklar, sarsonu hayron, xayolimda borib uni asrayman. Ko'nglim huvillaydi ketsa turnalar, bag'rimga insolar qushlar galasi, tushimda tunlar eshik timdalar, ayozda jon bergan mushuk bolasi. Tongda qumri sayrar, bulbullar kuylar, terak yaprog'idan taralar navo. Menga jaholatda bolasi kuygan onaning faryodini keltirar sabo. Bag'rimni nimtalab bug'doy sepaman, yuragim qonidan nish urar lola. Ona der xayolda uni quchaman, olamning chetida och qolgan bola. Nega menga bunday dil berding egam? Charchadim dunyoning tashvishin tortib, gohida o'ylasam qiladi alam. Men nima qiloldim o'zimdan ortib? Nega menga bunday dil berding egam? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnali bosh muharriri, shoira Munavvara Usmonova.